Abduqodir bor narixonani bambukka tayyorlab turgan. Va, okey. Yana shpaklovka qilib tashlashdi devorlarni. Yo'q, Ha. Okalarga iltimosim bor edi. Uy egalari, ustalar, malar ustalari ayniqsa, prorablar, mana shu bambuk panel yopishirish niyatinglar bo'lsa, tigini iloji boricha shpaklovka qilmaganingdan iltimos qilardim. Sababi qilib qo'ygandan keyin bu bambukka yopishtirganda ko'chiryapti. Yaxshi mustahkam ushlamayapti. Endi nima qilamiz yechimi? Iloji ko'chirishga vaqt ketadi. Gruntovka bilan 2 marta sloy berib bo'yab qo'ydik. Isboti uchun mana kecha biz yopishtirib ketgan edik. Shpaklovkani yaxshi ushlamasligini isboti mana qaranglar. Salgina ko'chib ketdi. Bu katta panel yopishtirganda bu necha gramm ham chiqadi bilmaymiz. Bambuk 22 kiloligi bor, 16 kilo. 16 kilo narsani nozik devor ushlamaydi. Shuning uchun ustiga gruntovka qo'yamiz. Iloji boricha iltimos qilardim, shpaklovka qilmasinglar. Devorlar o'zi toza tursin. Rahmat.